Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, sizlar kuningiz yaxshi o'tyaptimi? Xudo xolasa mana tuyoq kesish boshlab oldik. Osadigan stanoklar tayyor. Mana sigirimizni qildik. Oyog'i juda yomon bo'lib ketgandi. Yiringlab suyagiga o'tib ketdi. Ancha yaxshi mana bosyapti. Endi mana sigirimizni qilamiz. Даже o'rnidan tura olmayapti ham. Oyoqlari do'mbira bo'lib ishib ketgan. Juda qiynalyapti, oyog'i qattiq og'riyapti. Turishga ham qiynalyapti. Ozib ketgan og'riq kuchliligidan. Hozir buni ham tozalaymiz, gribok bo'lgan oyog'i. Osib qo'ydik. Achinarli holatda juda yomon bo'lib ketgan. Hozir bunga og'riq qoldiruvchi qilib boshlaymiz. Antibiotik qo'shamiz. Bu oyog'i ham shunaqa bo'lyapti. Bu yoqda ham mana polni gribok bo'lib ketgan. Mana bunaqasiga mana bu ham teshilib qolgan. Mana ichiga qarab, mana shu og'riq beryapti sigirga. Narigi oyog'i yaxshiroq edi, bu oyog'i vashcha yomon ekan. Mana bitta yorilib ketgan. Mana bu yerda ham chiqqan yara. Va buni polni обработка qilamiz. Mana yaravini topdik, mana teshib spesial mazini qo'yib qo'ydik. Bunaqa bo'ladi holatda. Bu anaqa yarasini ham tozalab oldik. Elastik bintda suv o'tkazmaydigan. Bo'lib qo'yamiz. Akizim nima baqirsan? Qattiq tortish kerak emas, qontalashib qoladi.